mikrofonni olib, oldimi? mikrofonni olasiz, ana setkali tarafida gapiraverasiz. Mana setkali tarafi bor-ku, mana setkali taraf. O'sha yerdan sizni ovozingizni qabul qiladi. Qachon limfa shishdi, o'shalar to'g'risida ma'lumotlar bersangiz, qatlaga bordingiz, nimalar bo'ldi, nima lecheniyalar qildingiz. Lecheniyadan joy eslolmayman, lekin Yaqinroq qilib gapirasiz boshqatdan. qayerlarga borganimni bilaman. Xo'p. Limfa qachondan chiqdi limfasi? Bolajonim 1 yil oldin limfa bezi o'ng tarafda ishib qolib, u ko'kimtir bo'lib ishib ketib qoldi. Nimadan keyin? Qo'qqisdanda, To'satdan. to'satdan. Necha yoshi o'shanda 3 yosh 3 ekan. yashar edi. 3 yashar edi bolajonim. Necha yoshgacha emizgansiz? 6 oylik emizganman. 6 oygacha. Yoshligida kuchli travma yoki kasallik bo'lmagan, o'tkazmagan operatsiyalar. Yo'q, operatsiyalar bo'lmagan. Naslda unaqa kasalliklar yo'q. Yo'q, bizda yo'q. Keyin nima bo'ldi? 1 yil oldin. Keyin uni xirurgiya bo'limiga olib bordim. Yiringli ekan dedi. Uni olib tashlashdi keyin. Olib tashlab, lecheniyalar yozib berdi. Lecheniyalardan keyin yaxshi bo'lib qoldi. Bolam 1 yil yurgandan keyin chap tarafiga yana chiqdi bez. Uni sразу o'sha operatsiya qilgan doktorga olib bordim. Olib borsam, lecheniya qilib davolab ko'raman dedi. Keyin bo'pti dedim. Yotdik, lecheniya qildi. 5 kun lecheniyada o'zgarish bo'lmadi. Keyin uni olishga to'g'ri kelib oldirdik. Keyin oldirdik, 2 ta limfa bez chiqdi. Uni keyin onkologiyaga olib borib tekshirtirdik. Ayta yaxshi chiqdi. Keyin bolamni operatsiyadan keyin yaxshi bo'lib uyga ketganimizdan keyin yana 5 kundan keyin og'rib qoldi. Yana bez paydo bo'lib qoldi. Yana lecheniya oldik. Keyin lecheniya olib o'zgarish bo'lmaganligi uchun Instagramda ko'rib qoldingiz. YouTubedan. Yo'q, Instagramdan xo'jayinim ko'rib qolgan ekan. Keyin sizni nomeringizni topib, keyin biz Farg'onadan uzoq joydan sizga xullas qilib keldik. To'liq yana topshirib bersangiz, analizni chala bo'lib qoldi. Xo'p, lecheniyani ko'rdingiz, uni ximikatli yo'qligini, tabiiyligini. Yo'q, hamma yo'q, tabiiy ekan. Bitta hatto ikkovlam yo'q ekan. Hozir o'shalarni ko'rib ham havas qildim. Xudo xohlasa, yaxshi. Glavni tushundingiz, mexanizm limfani. Tushundim. Nima sababdan kelib chiqishini. Glavni bilib oldingiz, bu yo'g'iga endi oson lecheniya qilasiz, bola bilan ko'proq ishlaysiz. Xudo xohlasa, zo'r tushuntirdingiz. Rahmat doktor sizga ham. Sog' bo'ling. Biz o'sha o'zimizda o'sha Farg'onadan kelgan bo'lsam, Farg'onadagilar bitta ham bu darajada tushuntirib bermoqda doktor menga. Keyin hech kim bunaqa davosini topisha olmayapti. Antibiotik olasan, uni olasan. Antibiotik olib, rosa bolamni shu mart oyidan beri shu oygacha bolamni rosa qiynab keldim-da mana. Shuncha oydan beri ikkovi har kuni lecheniya, u qilaman, bu qilaman, qayerga bo'lsa olib bordim. Keyin oxiri sizni nimalaringizni ko'rdim, istoriyalaringizni hammasini, effektingiz zo'rligi uchun ixlos bilan keldim. Ahamiyat bersangiz, antibiotik yo'q. Yo'q. Iloji boricha antibiotik bermaslikka harakat qilishimiz kerak, chunki bizda antibiotik bersak, bolaning immuniteti shu darajada tushib ketadi. Bermaymiz, xudo xolasa. Bu yo'g'iga mana bu tabiiy dorilarni qilsangiz, bu tabiiy dorilar hammasi antibiotik o'rnida o'tadi. Xudo xohlasa. Tabiiy bo'ladi shunda. Xo'p, omad, faqat lecheniyani to'liq qilasiz. Kamchilik bo'lmasin. Keyingi masala aytmadim, bolada stress bo'lish kerak emas. Bolada stress bo'lsa, ishimiz orqaga tortadi. Bu degani stress. Shirinlik olib berib aldash, yaqinlaringiz berish yoki telefon berasiz. Telefon berib, ozginadan keyin olsangiz, bola o'sha psixik o'rganadi, telefon olishga harakat qiladi, stress bo'laveradi. Telefon umuman berish kerak emas, televizor ham. Bola tabiat bilan muloqotga kirishi kerak, turib nima? Hamma narsa o'ynaydi. Yoz kelyapti, zo'r. Keyin masala suzish hozir mumkin emas. Cho'milish mumkin emas, muzaq joylar mumkin emas. Ozgina ehtiyot qilib turasiz, ozgina immunitet bilan ishlaganimizdan keyin bemalol etap-etap chiniqtirishni boshlaysiz. Keyin sportga ham beraverasiz. Xudo xohlasa. Ximikatlar bermaysiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Xo'p, nima savolingiz bor? Mana siz xohlagan anaqalaringizni o'qib chiqsangiz, lecheniyalarni ko'rsangiz, lecheniyalarni to'g'ri. Lecheniyalarni ko'rdim, Allohga shukr, hammasi yaxshi. Yo'q, bemalol gapiravering, bu yoqdan kesib tashlayman. Yo'q, yaxshi, hammasini ko'rdim. Xudoga shukr endi. Men ham hozir sizni bitta ham qo'l yozmaganingizga, tabiiy bilan bunaqa qilib ishlayman deganingizga rosa xursand bo'ldim hozir. Tabiiy. Foyda. Etap-etap kurs lecheniya yozib berdim. Lekin juda zo'r foydali mash. Yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi bolajonim. Menga o'ch kerak. Bilamni bola bilan ishlash. Mana ko'pchilikga yozib beraman. Bolamga yedira olmayapman, bolamga ichira olmayapman, bolam ijulik qilyapti, bolam shirinlik qo'yyapti. Maydor emasman u. Men hammaga yozayotgan lecheniya qo'yman, hamma foyda topyapti. Qil, sen ham foyda topasan. Xudo xohlasa. Bo'lmaydimi lecheniya anaqalar? Shirinliklar mumkin emasmi? Umuman. Hozir umuman mumkin emas. Keyin o'ziga tikib olgandan keyin, tiklab olgandan keyin 1 oyda bitta, ikkita shunaqa. Mana deb turaman, mana ham narsa bor bolalarni deydi. Endi bu darajada emas-da. Uyga shakar olib kelmayman. Ishonasizmi? Uyga non olib kelmayman уже. Novot olib kelmayman. Hozir uyda faqat asal, tabiiy narsalarni ko'paytirganman. Qolgani zarar. Biz kech payt ovqatlanish ham aytdim, ovqatlanmaysiz. Ichingizni o'zingizga ham bu. Siz dozani ko'paytirib yeysiz, haligi narsalarni xafitlarni qiladi. Shunaqa gaplar, kuzatuvchilar, qadrli, esda tutishayotganda. O'zimni tinib qo'yarkan. Shunaqa gap